Ani yur xabar olaylik. Buvi! Voy, xush kelibsizlar. Buvi, siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga boshqarong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvini faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betib turib bo'lar ekan-a? Ye, cholis keldilar. Voy, buni qana qochadi? Kutib olishim kerak. Bizni sevgimiz boshqa Men bilan sizga. qo'ysinlar sevishaylik. Shunda bu kelin salomda-ya. Yo, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlab, kartoshkalarim bilan bir mazali o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protez qo'lim olib ketib qoldingizmi? Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishlatasizmi? Buni tog'origa solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayvorsangiz dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Yetgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganingga necha pul ishlading? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan maza qishlatsangiz joyi. Zabotur radomga boramiz, xolalik bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Buvi tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Ey, xolingni sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. Sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'ying. Bizni sevgimiz boshqacha